Yaxshimisan xotin? Assalomu alaykum dadajon, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi xotin. Haligi uni majlisimiz sal cho'zilib ketdi-da, shuning uchun tog'da 2 kun qolib ketdik. Voy, mayli, nima qilibdi? Siz erkak kishisiz, ko'chani odamisiz, oilamizni boshisiz. Qachon xohlasangiz o'shanda kelishingiz mumkin. O'rtoqlaringiz bilan dam olishingiz kerak, to'g'rimi? Bering sumkangizni, bering. Yeng, oshxonada ovqat tayyor, ovqatlanamiz. Ketdik. Shu yerda xotin bugun boshqachada. Kinna kirdimikin ha? Voy, dadasi. Nima qilyapsiz? Bering o'zim olib qo'yaman. Keling. Xotin. Cho'ta bugun boshqachasini tinchlik. Tinchlik? Yo'q, nimadir g'alati shoshmadi, nimadir g'alatida. Yaxshi kutib olding, yaxshiroq ovqatlantirding. Qorni to'yib ketdi. Nima? Mahallamizda pasham 2 marta kelyapti. Yo'q, baribir nimadir netida xotin. Men bitta kitobda o'qigandim. Qadim zamondachi odamlarni qatl qilishdan oldin yaxshi gapirib, yaxshi ovqatlab berib, qornini to'ydirishar ekan. O'shanga. Ha? Gulikim. Ля ты крыса, а! Gapiring. O'ynang. Такой дерзкий, как пуля резкий. Да, это